Amir Temur paytida Navqiron Samarqandda qilingan ishlar, Samarqandni donga ketgani u hammaga tarixdan ma'lum. Lekin oxirgi 10 yilda Samarqandga dongini yana takror tiklaganimiz butun O'zbekiston xalqi mamnuniyatda nimaga aytsangiz, Samarqand xalqi nimaga qodir ekanligini butun dunyo hamjamiyati bildi va O'zbekistonga baho beryapti. Esda qolgan bo'lsa, men bir paytlari Samarqand viloyati hokim bo'lganda ham aytdim-ku, Urgutga baribir poyezdda olib kelamiz. Shu niyatlar amalga oshdi. Men tabriklayman sizlarni. Dunyo bozorini egallayotgan tadbirkorlar paydo bo'ldi. Va bularni hozir aytgan rejalari, zamonaviy bo'lishlari ko'rib, bitta narsaga amin bo'layapmiz-ki, yo'limiz to'g'ri. Albatta bu yo'ldan hech qachon ortga qaytmaymiz. Ravon yo'lga chiqdik, lekin bu shiddatli zamonda yo'l oson bo'lmaydi. Yo'l og'ir bo'ladi, lekin marra bizniki bo'ladi. Men bunga ishonaman.